Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun usta Farruh akani xonadoniga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu usta Farruh akamiz shunaqa stol-stullar ishlab chiqarib, xalqimizga arzon yetkazishyapti. Shularda hozir birgalikda narx-navolar hamda qanaqa materiallarda bo'lgan dastavka xizmatlari to'liq obzor qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, arzon qilib chiqarib beraman, deyapti. Shunga videomizga like bosib tursanglar, xudo xolasa like bosishga arziydigan bo'ladi. Ko'pchilikdan mana like so'rayapmiz. Like bosishga qizg'anishadi. Aslida o'zi like mutlaqo sizlar uchun tekin. Biz shu ustakalarimiz ishlarini yana ham rivojlanishiga, yana ham ko'proq odamlarga yetib borishiga foyda beradi xolos aslida. Shuning uchun bittadan like ni bosib qo'yinglar, qizg'anmasdan. Endi biz obzorlarni qilib beramiz. Usta aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsiz? Xo'p, usta aka, birinchi bo'lib halqbob arzon stol-stullarni obzoridan boshlasak aka. Arzonidan ya'ni. Xudo xolasa bugun uzun spinka deb qo'yamiz, lesva material. Bularimiz lesva materialda bo'lgan-a, usta aka? Lesva, rossiyskiy yog'ochda bo'lgan. Attichenti material, lata materiallari. Broshkali, pardali bo'ladi. Bularimiz 16 taligimiz 4 million 800 mingdan chiqarib beramiz, xudo xolasa. 16 talik variant. 16 talik variant. 12 talik qilsak-chi usta aka? 12 taligimizni 3,5 million qilib beramiz, xudo xolasa. 3,5 million so'm. Dastavkalarimiz-chi aka? Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Voha tomonlarga arzon shopurlarimiz bor, xudo xolasa, chiroyli holatda yetkazib beramiz. Xo'p, usta aka, bu juda qimmatroq variant ekan-ku. Arzonrog'ini ko'rsataylik bizga. Xalqqa arzonroq kerak. Arzon variantimiz ham bor. Keling aka, birinchi bo'lib mayada deysizmi arzonini? Arzon bu tomonda. Bundan ham arzoni bor. 3,5 million so'mligi bilan bu stulni farqini hozir aytib beramiz. Qaranglar. Usta aka o'zingiz aytib bering. 3,5 million so'mlik stul bilan bu hozir 12 talik necha pul bo'lsa? Bularimiz shampan svet turetskiy kraskada. Bu yerda farqi bo'ladi. U yoqda ko'rganimiz uzun spinkali, sidinasiga davom etgan bo'ladi, pastga doğru tushgan bo'ladi. Shunda farqimiz bor. Bularimizni 2 million 900 mingdan qilib berasiz. Qilib beramiz. 2 million 900 mingdan. Keling endi mana men o'zim mana shu bitta stulini olaman. Bu qaranglar, qadrli obunachilar. Bu 3,5 million so'mligi 12 taligi. 12 talik. Farqini qaranglar. Bo'yi ham baland, ham bo'lsa bu yerda ochiq joyi yo'q. Ochiq joyi yo'q. Bunisi splashnoy tushgan bo'ladi pastga doğru. Bunisida ozgina yerda ochiq yeri bor. Yaxshi, bu yerdan shabada aylanib turgani ham yaxshi o'zi aslida. Undan tashqari mana bunaqa chester bo'ladi, tugmalari bo'ladi. Bunda ham yo'q bo'ladi, agar xohlasanglar tugmali qilib beriladi. Pardalisi bor, orqasida broshkali bo'ladi. Buningda broshkasiz yo'q. Yo'q. Nargisida broshkali. Bu ham lesva materialda bo'lgan, aka, 2 million 900 ming so'mlik ham. Ha, lesva material rossiyskiy yog'ochdan. Rossiyskiy yog'ochdan tayyorlanadi ramalari. Shu bitta o'tirib ko'ramiz mana. Haliginaqa balansirovka yo'q, luft yo'q. Bemalol o'tiribman mana. Xo'p, necha kilogacha ko'taradi usta aka? Endi shuncha paytdan beri bir bunaqa holatlarni sezmaganmiz. Sinib ketdi, boshqa bo'ldi degan-a? Bo'lmagan, xudo xolasa. Xizmat qilib beradi. Zo'r. Xonimiz-chi aka, xonimiz? Xonimiz 275 lik xon. Oddiy tumba deb qo'yamiz. Bir qavatli tumba. 3 qavatli tumbamiz ham bor. Ularni ko'rsatib o'tamiz. Sanarlar. Xo'p, xon taxta bo'ladigan variantda, usta aka? Xon taxta bo'ladigan variantda. Mana buni bitta tushirasiz, buni bitta o'ntalasiz, xon taxta bo'ladigan variantda. Yaxshi usta aka. Endi bu bitta arzonni ko'rsatdik, bitta qimmatini ko'rsatdik. Endi bitta yana qimmatini ko'rsatamiz, usta aka. Xudo xolasa. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqa model? Bu Monika Cobra deymiz. Yoniga material qoplangan. Qoplama stol. Oyog'ida gulli bor. 3D. Bularimizni narxini 7 million so'mdan qilib beramiz. Bizni kanaldan telefon qilyapmiz desa tushib kamaytirib berasizlarmi usta aka? Xudo xolasa
kamaytirib chiroyli narxlarda qilib beradi Chiroyli qadrli narxlarda obunachilar. yetkazib beramiz, xudo xohlasa chiroyli qilib. Ha, bu akalarimiz bilan anchadan beri video syomka qilyapmiz. Ko'p insonlar voha tomondan ham juda ko'p xarid qilishdi. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga ham juda ham ko'p o'tkazishdi. Shuning uchun bemalol shunaqa stol-stullar kimgadir zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomer qoldiramiz. Hali videomiz tugagani yo'q. Shunchaki aytib qo'yapman. Ha, like-ni ham unutmanglar. Shu paytgacha ko'rib like bosmaganlar ham bo'lishi mumkin. Biz endi eslatib qo'yish vazifamiz. Bu dasturxon endi nima yasab qo'ydinglar, usta aka? Obunachilarimizga bonus sifatida xudo xohlasa qo'shib beramiz. Bonus sifatida qo'shib beramiz, deyapti. Yaxshi. Bu o'zi taxminan necha pul? Kommentariyada yozib qoldiringlar, qadrli obunachilar. Bunaqa dasturxon manaqa yonida manaqa narsalari bor ekan, juda ham ajoyib ekan. Bu ham ancha pul tursa kerak ekan, usta aka. Endi Yaxshi. Usta aka, endi qaysilariga o'tamiz? xo'p, Bunisini ko'rsatib ko'rsatamiz. o'tamiz bir yo'la. Xo'p. Bunimiz Monika Cobra, oyog'ida guli bor. Mana undan ko'rsatamiz men. Ha, u ochig'i bor edi ekanda. Bu mana bu machalkasining santimetri qancha bo'ladi? Machalkamiz 12 lik machalka bo'ladi. 12 lik machalka bo'ladi. 9 ga 12 lik machalka bo'ladi. Juda ham qalin. Zo'r. Xo'p, Bularimizni narxi 8 million 900 ming, 8 million 900. 16 taligi. 16 talik 16 8 taligi. million 900 ming so'm. Buni ham mana shu vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Dastavka. Voha tomonlarga arzon shopurlarimiz bor. Chiroyli holatda yetkazib beramiz. Zo'r usta aka. Tayi mana boya ko'rsatganimiz mana 3 ta pog'onali oyog'i bor. Bu ham mana xon taxta bo'ladigan variantda. Kontaktda bo'ladigan variant. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, usta aka qani nariyoqqa yuravering-chi. Stollarimiz. Qadrdonlar, buni ko'rsatdik Buni endi. aytib o'tdik. Mana Bunimiz- boya aytgan stulimiz, qadrli obunachilar. Qaranglar, o'zinglar. Bu ham 2 million 900 ming aka. Yo'q, bunimiz 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm. Sabab Oq svet keyin tuyma ishlangan. Materialda farq bor. Shu sabab. 3 million 100 ming so'm. Dastavkasi-chi aka buni? Dastavkamiz shu body bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib 3 beramiz. million 100 mingga 3 million 100 ming. voha tomonlarga kelishilgan holatda. Buni 2 million 900 mingligichi? 2 Dastavkasi. million 900 mingligini Dastavkasi kelishilgan hollarda bo'lsa kerak aka. u ham shunaqa. Hamma stullarimiz body bo'ylab yetkazib berish asha ichida. ichida. Qayergacha Xudo dastavkasi xohlasa. ichida? Samarqand tomonlariga, voha tomonlarimizga shu 500 ming dastavkasi bilan olib ketishyapti, xudo xohlasa. Shu Samarqand, hozir Andijon viloyat Oltinko'l tumanidamiz. Andijondan Samarqandgacha bo'lgan joyga Samarqandgacha bo'lgan joyga 500 mingga shopurlarimiz bor. Yetkazib berishadi. Undan uyog'iga narxlarni kelishib borishadi. ozgincha qo'shilib qolishi mumkin. Ozgincha qo'shilib olishi mumkin. Endi usta akamizcha hayajonlanyapti, uning uchun men uzr so'rayman. Men ham boshida o'zim ham blogerlikni boshlaganimda qaltirab nima deyotganimni o'zim bilmadim, to'g'risida. Endi bu narsani tushunish kerak inson, sizlar ham negativ yozmasdan. Xullas bu 12 talik stulimiz Samarqandgacha 3,5 million so'm ekan, dastavkasi ichida. Uni uyog'iga bo'ladigan bo'lsa qo'shilib qolar ekan, ozmuncha. Misol uchun 500 ming olib ketayotgan bo'lsa Samarqandga 100 ming qo'shilib qolar, 3 million 600 ming bo'lar. Yana necha uzoqroq bo'lsangiz, yana 100 ming qo'shilib 3 million 700 ming so'm bo'lib qolar. Bo'ldi shu. Shunaqa. Bu ham xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. 275 ga 1.6 lik bo'ladi. Yana Yaxshi. Bunimiz-chi, usta aka? bunimiz 3,5 million so'm. Yana aytib o'tishimiz kerak, material o'zgarib qolsa, narxi o'zgarmaydi, rangida. Demak, 12 taligimiz 3,5 million so'mga qilib beramiz. 3,5 million so'm. Bu stul bilan mana bu stulda farqi bor. Buni vodiy bo'ylab dastavkasi ichida dedingiz-a? Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida.
qolgan viloyatlarga kelishilgan hollarda. Ko'ngilni topsanglar, balkim misol Toshkentda yoki ukalarimiz, opa-singillarimiz ko'rib turgan bo'lsa, Toshkentga ham 3,5 million so'mga dastavkasi ichida qilib chiqarib berishlari mumkin. Sababi shu narsani ichida yuribmiz. Xo'p, buni ham mana shu aytib o'tganimizdek, list va yog'ochda bo'lgan. List va rossiyskiy yog'ochlardan tayyorlangan. Xizmat qiladi, ha? Chiroyli xizmat beradi. O'tirib mehmonlarni kuzatishinglar mumkin. Xo'p, usta aka. Materialda, misol aytgan materialni qilib beraverasiz, aytgan rangini qilib beraverasiz. Aytgan rangida xudo xolasa chiqarib beramiz. Xo'p, buni ham dasturxoni bor ekan, dasturxon ichidami? Dasturxon ichida. Bitta mana shu modelimizga ham 320 lik bilan 275 imizda bor. Yog'ini xudo xolasa. Endi sekin-sekin qo'shasizlar. Qo'shib beramiz. Like bosib qo'yinglar. Mana usta akalarimiz ham ozgincha sizlar tomonga yurib, mana shunaqa narsalar, bonuslar qilib beryapti. Shuning uchun sizlar uchun tekin aytib o'tmay, hadeb iltimos qilaman. Xo'p, usta aka, buni xon taxta bo'ladi-a? Xon taxta bo'ladi. Hammasini xon taxta bo'ladi, ha? Hammasida bo'ladi. Buni tumbamiz farqi. Bitta ko'rsatib qo'ying. 3 qavat deymiz. Ashunda farqi bor. Yaxshi, shuning uchun ham ozgina qimmatroq-a bu? Ozgina qimmatroq. Yaxshi. Orqalarida bunaqa pardalari bo'ladi, qadrli obunachilar. Ko'raverasizlar. Xo'p, yaxshi usta aka. Bugunga shular ham xudo xolasa. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qadrli obunachilarimizga yetkazib beramiz. Sifatli mahsulotlarimizni ulashib boramiz. Zo'r usta aka. Aloqaga chiqib borasizlar, nomerlar qoldirib qo'yaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, aytgancha bu videoda qarindoshlar, turli xil gruppalarga tarqatib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.